Minecraft legendari jo'shgani sari super qahramonlarga aylanib boramiz. Maqsadimiz eng kuchli super qahramonga aylanish. Bu tomonim tog'li, bu tomonim bo'lsa daraxtzor. Normal joydan spawn bo'ldim va endi bo'lsa hozir men nima deydi, birinchi navbatda daraxt chopib olishim kerak, chunki hamma narsadan ko'ra bizga daraxt ko'proq kerak bo'ladi. Hamma daraxt olamiz. Sizlar bo'lsa like bosinglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bu kanal yangi. Eski Baxsus kanalim bo'lsa bloklanib ketdi. YouTube o'zidan o'zi sababsiz ban berib yubordi. Endi bu kanalimni tezroq 10 mingta qilish kerak. 10 mingta bo'lishim uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Yana tezroq ko'tarishim uchun ham o'rtog'inglarga tashab qo'yinglar, meni taniydigan va menga obuna bo'lganlarga. Chunki yo'qotib qo'yishgan bo'lsa, mash kanalimdan topib bo'ladi. Endi mash kanalda videolar chiqadi, nargi kanalim yo'q, afsuski bloklandi. Menga ozgina tosh kerak, o'shaning uchun hozir bitta kirkasi olamiz va endi mapga chiqib toshlarni olamiz. 12 ta tosh oldim, endi bitta kirka, bitta topor yasaymiz, chunki bizga kerak bo'ladi bu narsalar va endi ortiqcha musorlarni ichkariga tashib yuboramiz. U o'nita oppoqini, do'mboqini qo'yib bor ekan, buni o'ldiramiz va darajamizni olamiz. Qani, opa, yaxshi, menimcha darajani yarmigacha. Yo'q, yarmigacha ham chiqarmadi. Vobshe kam daraja berdi bundan, lekin nimaga bilmayman. Mayli. Hech qisi yo'q, anti yana bitta qo'y. Ikkita qo'y adashmasam, da. Ikkalasi cho'ta yonma-yon turib olib nimadir qilyapti. Yaxshi emas lekin odamlarning oldida bu ishlarni qilish. Sizlar marazlar nima ish qilyapsizlar o'zi? Qani, voy, vashshi kam daraja beryapti, nima unaqa? Mayli. Bu ham bir sinov, bu ham bitta nima deydi? Bizani qiynashga yordam beradigan so'rov. Endi yarimta bo'ldi. 3 tani o'ldirganimda endi yarimta. Voy, qani nechdan o'ldirib bo'laman ungacha? Birinchi darajaga chiqquncha o'lib ketar ekanman-da, bo'lmasa. Qani, opa. Qani, qo'ycha. Sandan qanaqa? Oho, ozgina qoldi. Birinchi darajaga chiqishimizga. Ko'mir topib olsak yaxshi bo'lardi. Nargibetda ona ko'mirlar yuribdi. Nargibet menimcha yaxshi joy emas, chunki nima deydi? Yo'q, tog'lik va tog'likning orqasida nima bor bilmayman. Lekin men bu tomonlarda taxmin qilaman, daraxtlar bor. Mana qo'ylar. Mana mashina o'ldirsam birinchi darajaga chiqaman mana. Opa. Tushib ketdi. Qani? Opa, sekin. Opana birinchi daraja. Birinchi daraja va bizga Batman Boy berdi. Batman Boy. Короче, kommentariyaga yozinglar Bugs Boy deb, Batman Boy yoki Bugs Boy deb yozib qo'yinglar. Da. Batmanning joni vobshe ko'p ekan, lekin bunchalik ko'p bo'ladi deb o'ylamagandim. Yana ozgina daraxt olamiz, balki bizani keyinchalik ishlatishimizga kerak bo'lib qolar, lekin inventarman vobshe to'lib ketib qoldi boru. Menga Batman Boy yoqdi, kommentariyaga yozib qo'yinglar, sizlarga ham yoqdimi yoki yo'q. Bitta da. Menimcha sakraganimga bitta o'ldiryapti. Yana bilmadim. Xo'p. Yana qaysi tomonlarda hayvonlar bor? Qaysi tomonga borsak bo'ladi biza? Opa, chicken. Chickendan qancha daraja tushar ekan? Menimcha kam tushmasa kerak. Opa. Qani? Yaxshi, anchagina daraja tushar ekan. Ota bolasi yurtdi. Mayli, bolasiga tegmaymiz. Ato mana kattasi chiqib qoldi. Endi ikkita yaxshi xotinlar va bitta bolasi. Mayli, bularni o'ldiraveramiz. Chunki bizga foydasi yo'q, kerak emas. Opa, ikkinchi daraja. Agarda video sizga yoqayotgan bo'lsa, like bosing va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Chunki meni kichkina maqsadcham tezroq 10 mingta obunachi yig'ish. 10 mingta bo'lishim uchun hozir o'zida kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Ikkinchi daraja va men Kapitan Amerikaga aylandim. Qalqonini qaranglar chiroyliligini. Qalqon ishlaydimi yo'qmi? Buni hozir tekshirib ko'ramiz. Otib bo'lmasa ekan, mayli, hech balo qilmaydi. Qalqoni ham balki foydasi tegib qolar. Bu ham nima deydi, balandroqqa sakrar ekan, lekin uncha emas. Buni effektlari qanaqa, lekin bilmayman. Men bilan tashib yuborish kerak, bizga kerak emas. Ekib qo'yaveramiz, mayli. Ekologiyani asrash kerak, obunachilar. Masha atrofda aylanib yuraversam bo'lar ekan, chunki rosa ko'p qo'ylar chiqyapti. O'ldiramiz va daraja kam beryapti. Endi bo'lsa hozir yana atroflardan qo'ylar topish kerak yoki boshqa hayvonlar. Baland joylardan, tog'lardan yiqilsak ham jonimiz umuman ketmas ekan. Bu tomondan zo'r menga yoqdi. Va mana birinchi ugullarimiz 3-darajaga chiqishimizga anchagina yordam beradi bular. Qani, opana. Yaxshi. 3 tadan tugadi, boshqa yo'qmi? Men shuncha 3 taga keldimmi? Mayli, 2 blok tepalikka sakrayotgan u mana. Voy, ana qishloq topdim. Zo'r qishloq topdik. Biz, jishtalar bilan ham trade qilib daraja oshirsak bo'ladi. Bu degani zo'r va endi 3-darajaga, 3-chi? Yo'q. 3-chi qani mashina buzdik. 3-daraja. Tam 3-darajada biz to'rga aylandik. To'rra lekin bolg'asi yo'q ekan. Mana bolg'asi to'rra. Va menimcha buni endi nima deydi, afzallik tomonlarini ishlatib ko'rish kerak. Uzoqqa tepalikka ancha sakrayotgan. Vau, mamut. Voy, mamut chiroyliligini. Vashshi chiroyli joyga kelib qolman. Mana buni qaranglar. Bu quyosh botyaptimi? Da, quyosh botayotgan ekan, lekin mamutga prosta boru Mashqa kadrlar uchun sizlar kanalga obuna bo'lishinglar kerak. Hozir o'zida pastga tushib kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yoqda menimcha 4-darajaga chiqa olsam kerak, maksimum yana bilmadim. Hozir harakat qilib ko'ramiz. Balki 5 yoki yo 4-darajaga chiqamiz, chunki ugul kam ekan yoki-da ko'pmi? Qani, kam.
Bu ugillar bilan maksimum 4-levelga chiqamiz va undan keyin qishloqqa yo'l olsak ham bo'ladi menimcha. Yana bilmadim, ko'ramiz. Xo'p, bizada 4-darajada qanaqa super qahramonga aylanar ekanmiz va 4-daraja. Bu kostyumning nomi Elektra Suit ekan. Agarda sizlar bu qaysi qahramonligini bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar, lekin men bu qahramonni umuman ko'rmaganman. Lekin kiyimi ancha chiroyli ekan, yashil va sariq bo'lgani uchun menga yoqdi. Bilasizlar, yashil eng meni yaxshi ko'rgan rangim bo'ladi va sakrganimizdan keyin sekin pastga tushirib berar ekan, yaxshi. Kelinglar, qolgan ugillarni ham olamiz. Qorong'i tushdi, lekin night vision effekti ham bor ekan, eng qizig'i. Va endi ehtiyot bo'lib yurish kerak, chunki tez yurar ekan, ham osmonga sakrab sekin imillab tushar ekan. Mayli, qani bittasidan ham daraja bermadi. Qolmadi bitta ham ugil. Mana bitta qolib ketibdi. Mayli, bittasi ham shu nimadirga yarab qoladi. Qani men buni o'ldirib ko'raylik-chi biz skelet. Skelet nima otishini qaranglar mana. Qanaqadir bomba otadi borku. Ana ko'rdinglar? Lekin bizga ta'sir qilmaydi, chunki bizning jonimiz vashi beton, короче. Bular hujum qotmay. Surish kerak endi. Ketdi, aytdi qishloq ko'rgandim. O'sha qishloq tomonga boramiz. Endi bitta sakrasak nariga betga yeta olmaymiz-ku. Suv o'rtasiga qaranglar, bittada boraman mana. Ko'rasizlar, mana tezlik ko'rasizlar, chunki nima deydi, bu modda shunaqa effekti bor ekan. Tez, vashi tez yuradigan. Endi opana ketdi, dalshi boramiz va qishloq anchagina katta ekan, qorin to'yg'izishga ham joylar bor ekan, lekin bizning qornimiz ochmayapti, nimagaligini bilmayman. Kelinglar bitta kichkinagina uychaga kiramiz va uxlab dam olamiz. Undan oldin mana bitta musurkalarni olib tashlash kerak bir chekkaga. Bratishga tur, men uxlayman. Yaxshi dam olinglar. Opana yorug' tushib oldi, ya'ni ertalab bo'ldi. Endi biza qishloqni aylansak ham bo'laveradi. Qishloqda nima bor ekan, nima yo'q ekan, o'shani ko'rib chiqamiz. Mabda temirchining uyi bor ekan. Yaxshi, hozir temirchining uyidan narsalarni olamiz va antga kelib, yana golemni ham dalshi o'ldirib ketamiz. Normalli. Qani, yaxshi. Eshigini ochamiz, kiramiz va bu yoqda 3 ta almas, bronyalar kerak emas bizga, chunki bizda nima bor? To'xtanglar, mayli non olib qo'yamiz. Buni ham olib qo'yamiz va keraksiz narsalarni olib tashlab yuborsak ham bo'ladi. Chunki bizga bu narsalar kerak emas, menga kerak bo'lib qoladi. Buni ham tashlab yuboramiz, chunki anaytda nima deydi, shuncha jitil narsalar bor, o'sha bo'ladi. Mana bu yerda golem bor. Bu golemni o'ldirib, buni temiriga keyin kirka yasayman yoki tapor. Almazdiga yo tapor yo kirka, o'sha galma-galmadan o'sha nimadir qilib yasab olamiz. Va nihoyat o'ldirib oldik. 5 ta yaxshi ko'p tushar ekan. Endi hozir bitta kirka va bitta tapor yasab olamiz. Bunisidan tapor. Mana chutki bo'ldi. O'l tezroq. Qani darajani berchi menga yaxshi. Kam daraja beryapti. Hozir biz qanaqadir shaxta topishimiz kerak. Anu to'q tomonlardan menimcha, mana shaxtami? Va nihoyat g'orcha topdim. Bu yoqdan endi narsalarni olamiz mana. 5-darajaga mashina o'zida chiqib olsa yaxshi bo'lardi. Qani 5-daraja emasmi? Yo'q. Qani 5-daraja. 5-darajada men bu qanaqa super qahramon o'zi? Yovuz yo super qahramon, lekin buni qanaqa super qahramonligini bilmayman. Agarda sizlar bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu nima deydi, ancha tez yuradi, chunki effektidan ma'lum. Mana bu bratni o'ldirib yoramiz. Joni ham ancha ko'p ekan. Bo'ldi. O'ldirish ozgina qiyin bo'ldi, chunki vashi tez yurib ketyapti-da, qanaqadir bor. Endi mashina o'zida 6-darajaga chiqib olar ekanmiz, yaxshi. 6-darajada nima beradi bilmayman, lekin eng mashhur super qahramonlarni umuman bermayapti. Pashti bermayapti. Menimcha kattaroq levellarga 6-level. 6-daraja va menga Flash personajini berdi, ya'ni Flash super qahramonini. Buni tez yurishini qaranglar, просто mamna qizili uchib ketar ekan. Endi tepaga chiqib sinab ko'ramiz. Chiqamiz. Zombi go'shini kim qo'yib qo'ydi bu yerga o'zi? Chiqamiz. Bu tomonda nimalar bor ekan? Yo'q, hech bola yo'q. Mayli. Davay chiqamiz. Endi buni qaranglar yurishini, просто uchib ketar ekan. Ozgina qoldi. Bolalar, qizlar buni uchishini ko'rasizlar, просто vashi tez yuryapti. Dashi eplolmay ham qolma. Bunaqa kontent uchun like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish kerak. Obuna bo'lib qo'yinglar, tezroq 10 mingta bo'lsam yaxshi bo'lardi. Va hozir biza yana nima deydi, ugil yoki o'shanga o'xshagan narsa topishimiz kerak. Qishloqda qiladigan boshqa ishimiz qolmadi, chunki chiqamiz, mana bu tomonga yursak, ana ugil ko'rgandek bo'ldim. Va mana aytganimdek, mana bitta ugil bor ekan. Voy, vashi ishoninglar, eplab bo'lmayapti, bori. Unda bitta blokka vashi tez yurib ketar ekan, lekin qanaqa bu o'ynayman bilmadim bu yog'ini. Endi menimcha bu yoqda 7-darajaga chiqib qolsa kerak, chunki ugil bor ekan bu yerda ham. Da. Menimcha по-любому уже 11, ya'ni 7-darajaga chiqamiz. 11 qatta 11 deyapman o'zi. Bunisini olamiz, buni ham olamiz, buni olamiz. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki 10 mingta bo'lishim kerak. Chunki narigi kanalim blok bo'lib ketdi.
Mayli, qolmabdi. Nu, endi bo'lmasa ketdi udalshi. Hozir men anchagina tez yura olaman. O'shaning uchun menimcha tez g'or topsak bo'ladi. G'or topish uncha problema bo'lmaydi bizga. Mana shu atrofda menimcha chiqsa kerak va mana aytganimdek, oy. Tushib ketdim-a. Nu, kelinglar mana bu tarafga tushamiz va mana bu jitil bratni o'ldirib ko'ramiz. Qani, bundan ham daraja tushadi chunki, lekin ishoninglar, eplash vobshe qiyin bo'lyapti chunki sal mundoq qilsam ham tez yurib ketib qolyapti. Qaranglar, mana orqaga qochaman desa, prosta uchib ketib qolyapti. Oy, ehtiyot bo'lish kerak Creeperdan. Nu, davay portla. Yaxshi bo'ldi, lekin jonimni qaranglar chekilib ketdi. Qani, 7-daraja? Ay, yetmay qoldi. Mana ugul bor ekan. Davay mashina olamiz va 7-darajaga chiqib olamiz. Qani, 7-daraja. Keyingi darajada bizga mana bu niga bratni berdi. Bu negr brat ekan. Nu, buni taniydiganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar, lekin men qayerdadir ko'rganman-da buni. Adashmasam Marvelda ko'rgan bo'lishim kerak. Bu yoqda biz 8-darajaga chiqib keyin ketgan bo'ladi, lekin effektlari vobshe ko'p ekan. Nu, bunchalik effekt ko'p deb o'ylamagandim. Nu, endi bosamiz qani. Oppa, na уже darajalar berish sekin boshlayapti. Nu, sizlar like bosinglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Ili kanalimni tezroq ko'tarish kerak. Ya'ni 100 mingta qilishimiz kerak. Nu, 0 dan ochdik bu kanalni. Nu, o'ylayman bu videoni o'zida menimcha 10 mingta obunachi yig'ib qo'ysak kerak. Sizlar podдержка qilsanglar, bemalol 10 mingta obunachi yig'amiz va ugullarimizni 2 stakdan, 1 stakdan oshib ketibdi. Nu, normalniy. Xo'p, endi qaysi tomon? Mana shu tomonga yursak, balki yana ugullar chiqarkan mana 7-daraja va hozir 8-darajaga o'tsak bo'ladi. Jonimiz ham ko'payyapti. Shu qani 8-darajami? Yo'q, 8 emas. Qani, endi. Oppa. 8-daraja. 8-darajada men qanaqa super qahramonga aylandim, topinglar. Voy. To'xtanglar, men bunga qarshi urushib yoramiz. Ungacha sizlar topinglar, men qaysi super qahramonga aylandim deb o'ylaysizlar. Va buni o'ldirib yoramiz tezroq. Qani, o'ldirdik. Darajasi kerak bizga. Narsalari kerak emas. Spider-Man'ga aylandik. Nu, yaxshi. Spider-Man bu, qarochi o'rgimchak odam bu Spider-Man. Nu, men bitta tishlari ham bor ekan, vobshe zo'r. Va davay, endi moblarga qarshi jang qilamiz. Mana buni otsa bo'ladi, bo'lmasa ekan lekin. Hop, o'ldirib yoramiz. Oppa. Bo'ldi, darajasini olamiz. Endi narsalarni tashlayveramiz. Bu yerda zombilar vobshe ko'p ekan, lekin yaxshi ham sakrash effekti bor. Nima deydi? Sakrasa bo'ladi baland-balanga. Bu yerdan bemalol chiqib ketamiz va qorong'i tushibdi. Qorong'i tushganini bilamanman. Nu, g'ordaligim uchun uncha bilmagan. Uncha emas, umuman bilmagan o'zi. Voy, mana buni o'ldiramiz. Ke. Zo'roq, ulgurmadim. Nu, mayli. Xo'p, anitda u zombilar bor ekan, keyin nima deydi? Mana bu skelet bor ekan. Birinchi skeletni o'ldirib olishimiz kerak. Chunki mana bunaqa narsa otadi, qaranglar mana. Bom. Bo'ldi, minus. Qani daraja? Darajasini berdi. Yaxshi 9-darajaga chiqa olamizmi yoki yo'q botda. Nu, hayvonlarni, ya'ni moblarni o'ldirib. Qani? Oppa, ozgina qoldi. Menimcha men buni o'ldirib chiqsam kerak, yana bilmadim. Hop, osmondan hujum qilamiz. Bam. Yaxshi. 9-daraja. 9-daraja va effektlarni vobshe taxlab tashadi. Buni qaranglar. Bizga qarochi temir odam personaji. Nu, bu nima qila oladi, lekin unisini bilmadim, lekin menga yoqdi. Bu joni ham ancha ko'p ekan va kelinglar endi bu bilan Mambiddagi moblarni qirib tashlaymiz va 10-eng oxirgi darajaga chiqamiz. 10-darajada taxmin qilaman qanaqa nima deydi menga mob berishini, lekin masliga aytolmayman super qahramon berishini. Nu, aytmaganim menimcha yaxshi va sir bo'lib qolgani yaxshi. Nu, sizlar taxmin qilib kommentariyada yozinglar, qanaqa bizga super qahramon beradi 10-darajada. Qani ke, bratishka, davay. Oppa. 1-1. O'ldi. Qani darajasi bizga? Yo'qol. Bittada o'ldiryapti, lekin vobshe gap yo'q. Qani, buni ham bittada. Yaxshi. Va 10-darajami? Qani mashina olsak 10-daraja va yo'q, mana buni o'ldiramiz. Kulminatsion qisqa nima deydi o'zi? Bo'ldi. 10-daraja. 10-daraja va topilachi men qaysi mobga aylandim, ya'ni qaysi super qahramonga? Nu, taxmin qilib turinglar va Mambiddga tushib olib, keyin masliga ko'rsataman. Tayyor bo'lsanglar. Tadam! Bu Hulk bolalar, tasavvur qilasizlarmi, bolalar, qizlar, gigant Hulk. Buni qaranglar, kattaligini prosta vobshe, qani bitta urganda o'ldiradimi yoki yo'qmi? Mana shu skeletlarda sinab ko'ramiz. Ya'ni bitta skeletda o'zi mana tushirishi aniqmayapti. Qani, yo'q, bitta urganda o'ldirmas ekan. Nu, lekin baribir ham oppa. Bo'ldi, buni ham darajasini olamiz va mamnikini ham olamiz. Mamma ham menga xalaqit beryapti. Havoda urishmi? Mazami sizlarga? Davay, o'r. Oppa. O'r endi mujik, davay. Ke, 1-1. Bam. Bo'ldi, minus. Tamomsan, ujisan, bo'ldi. Qarochi, agarda video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videoni tanishinglarga maksimal tarqatinglar, tezroq 10 mingta obunachi yig'ishimiz kerak. Sizlar bilan Bugs bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha